Yo nimaga bola charchamayaptimi, ishlab bo'lyaptimi, cho'tki mamasi bugun so'ragan hamma ko'pchilik deyarli 90% bola so'ragan video bo'ladi. Bu qaysi video desalaring, qaysi ilovadan stream qilasiz degan savolga bugun javob beraman. Demak, sizlar bolalar obuna va like tugmasini bosinglar, meni tez orada 8 mingta bo'lishimga yordam beringlar. Demak, meni podishka qilib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bo'lmasam videoni boshladik. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz Play Market ilovasini to'g'rilamiz. Agar sizda u yo'q bo'lsa, juda yaxshi bo'libdi. Demak, siz Play Market ishlatmaysiz va hech qanaqa o'yin torta olmaysiz. Ne, hazil. Play Market bo'ladi. 99% telefonlarda Play Market bo'ladi. Play Marketga kiramiz va aynan mana shu joyga kiramiz. Yozamiz Mobizen Live. Xuddi shunaqa yozamiz bolalar, adashmasdan. Mo ikkita adashib qolibdi. Mobizen Live. Xuddi shuna deb yozamiz va birinchida chiqadi mana bu ilova. Aynan shuni tortamiz bolalar. Tortamiz yig'lar. Bu ilova tortib bo'lishiga ozgina qoladi va tortib bo'ladi. Shunday yuz bo'lib qoladi. Hazil. Hozir tortib bo'ladi. Tortgandan keyin kirishni ham o'rgataman. Ko'pchilik tortdi, lekin ichiga kirishni bilmabdi. Ilovani tekshiradi, zararli yoki zararli emas. Tekshirib bo'lgandan so'ng ilovaga kirishimiz mumkin. Ungacha sizlar bo'lsa like bilan obuna tugmasini bosamiz. Damojigalar tez. Настройка tugmasini bosamiz, chunki biz настройkadan yoqib qo'yishimiz kerak, boshqa ruxsatlarni bosamiz. Endi hammasini yoqib chiqamiz yerlar. Doimiy ruxsatga bosib qo'yamiz hammasini. Buni hech qanaqa zarari yo'q bolalar. Men o'zim ham ishlatib kelyapman. Hech qanday zarar yo'q. Ilovaga kirishimizda o'zi mana bu yerdan Gmail kiriting deb chiqadi mana. Gmailsiz ishlamaydi. Bu yerga aynan o'sha YouTube kanali bor Gmaillaringni kiritasizlar. Men hozir sizlarga buni ko'rsata olaman, chunki bu Gmailda anchagina narsa bor. Mana Gmail kiritganlaringdan keyin avtomatik o'zi mashinaga chiqadi mana. Xuddi shu ekran chiqadi. O'zi qo'ldan qo'yib qo'ygan mana. Shunday qilsalaring tugaydi. Mana. Mashina chiqadi. Va настройкаga bosamiz deganlar. Настройкаga o'tgandan keyin shu настройkalarni to'g'rilab olish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda sizlar e'tibor beradigan joy mana shu yer. Mikrofonni o'chirib qo'ysalaring, ovozlaring umuman eshitilmaydi. Buni yoqib qo'yishlaring kerak. Bo'lmasam aktivlaring ko'taga kiradi. Streamga ya'ni hech kim kirmaydi, chunki bezuk stream qilganda hech kim yoqmaydi. Misol menga. Xo'p, yana boshqa qiladigan ishlari bu обязательно mikrofon yoniq turishi kerak. Bo'lmasam, xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerdan. Ekranning qanchalik tiniqligi bu yerdan. Xohlasalaringiz qo'yib qo'yasizlar, 1080 ga ham qo'yib qo'yishlaring mumkin. Telefoningizda qanchalik ishlashiga. Telefoningizlar yaxshi bo'lsa 1080 ga qo'yib qo'yinglar. Agar telefoningizlar sal qotadigan bo'lsa 720 ga qo'yib qo'yishlaring mumkin. Men esa 1080 ga qo'ysam bo'ladi. Hop. Mana shu joy ham streamga aloqador joy mana shu joy. Bu streamda
qanchalik ketishi mana. Normal bo'lsa mana. Normalniy bo'lsa odamlar sizni streamingizni bir 5-6 sekund kechikib ko'radi. Bu normal bo'lsa, normalga qo'yib o'ynasalaring stream snayperlar zaybal qilavermaydi. Bu low bo'lsa deyarli stream ketayotgan vaqtda ko'ra, lekin aynan birga bir emas. Ozgina farq qiladi xolos. Bu ultra low bo'lsa stream birga bir vaqtini ko'radi. 1 sekund oldinda yo'q, kech qolmaydi stream. Birga bir vaqtida ko'radi. Lekin sizlar normalga qo'yib qo'ysalaring bo'ladi, chunki stream sniperlar zb qilmaydi. Shu bilan nastroykamiz tayyor bo'ldi. Jigarlarim, buyog'iga tegishlaring shart emas. Gmaildan chiqmoqchi bo'lsalaring, mana mayda ham turibdi. Mana shuni bitta bosib chiqsalaring bo'ladi, lekin men chiqmayman. Hop, shunday chiqamiz. Mana bu yerda bosamiz, mana. Mana shu dumaloqqa bosamiz yerlar. Bosamiz. Keyin esa live ni bosamiz, stream boshlash uchun. Bosamiz. Keyin stream ulanmoqda deb chiqadi. Mana shu joyni ham eslab o'tinglar jigarlar. Bu ham muhim joylardan bittasi. Mana bu kameradan stream qilish. Ya'ni telefonda rasmga oladigan joyi kamera bor. Shu yerdan stream qilish. Bu bo'lsa telefonni o'zidan stream qilish. Mana menga o'xshab o'yinni o'zi stream qilib, o'yin o'ynaganlaring streamga chiqadi. Men har doim shuni bosaman. Va bu ilova ishlayotganda bosamiz. Biz zarari yo'q jigarlar. Keyin bitta narsani eslab qolishlaring kerakki, stream yo'qayotgan paytda telefoninglar to'g'ri tekis turgan bo'lsa, mana shu telefon deb tasavvur qiladigan bo'lsak, tasavvur qilaverasizlar. Mana shu tekis holatida turgan bo'lsa, stream shorts bo'lib chiqadi. Agar telefonlaring mana bunday qilib streamni boshlasalar, bu katta video bo'lib chiqadi. Buni ham unutmanglar. Mana streamga xohlagan narsalaringni yozishlaring mumkin. Bu streamga haligi sarlavha desak bo'ladi. Misol uchun, hop. Obuna bo'ling. Shunday deb yozsalaring bo'ladi. Keyin klaviaturadan mayda startda bosamiz biz. Va hop, ulanmoqda bu chiqadi stream. Boshlash tugmasini bosganimizda bizda stream boshlanadi. Hop. Lekin menga hozirchalik stream kerak emas. Shuning uchun bosmaymiz, lekin o'rgatishim uchun bir marta bosaman. Boshlashni bosganingizdan keyin stream faili. Короче, hozir men video olayotganim uchun stream yoqib bo'lmayapti. Yog'i shart emas, yog'ini o'zlaring bilasizlar. Shunday qilib stream ilovasini qanday qilib kirishni va tortishni o'rgatdim. Endi sizlar esa videoga like, obuna tugmasini bosasizlar va sizlar bergan headshotlaringni headshot deb bo'lmaydi buni. Bergan zajimlaringni bolalarga maqtanishlaring mumkin. Auditoriyalaringni kattartirishlaring mumkin. Hazillashganim uchun xafa bo'lmanglar jigarlar. Просто men zerikdim. Просто video kulgili bo'lish uchun hazillashyapman xolos. Xafa bo'lmanglar jigarlar. Biz ertangi streamda 8000 ta bo'lishimiz uchun aynan sizning obunangiz kerak bo'ladi jigar. Aynan sizning obunangiz. Nima qilish kerak ekan? Bu videoga like, obuna bosib qo'yish kerak jigar. Va qo'shimchasiga Telegram kanalimga o'tib qo'yasiz. Telegram kanalim lichkasini qaydan olamiz desangiz, bu videoning ostida yoki hamjamiyatimga tashlab qo'ygan bo'laman. O'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalimda akkaunt savdo va almas servis bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, jigarlarim, videoga like, obuna, Telegram kanaliga o'tib a'zo bo'lamiz. Video ikkinchi marta olishim, birinchi marta olgan video o'chib ketganini sizlar bilganingiz edi. Mayli bolalar, 8000 taga chiqarib, keyin 900 ta, keyin birga bo'lishimga yordam beradigan odam faqat sizlarsizlar. Faqat obuna, like qilib, paddishga qilib tursalaring bo'ldi jigarlarim, addishi bo'lardi. Hammalaring sog' salomat bo'laylar. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa bitta like, obuna tugmasini
bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma xayr jigarlar.